Assalomu alaykum obunachilar, yurtdoshlar. Yana xudo xolasa ish jarayonimizning bitishini chiqaryapmiz. Shunchagina korplar yasadik. Şimdi içine lenteleri taşıp ortasına nasıl tortiladi. Bu eski paneladi. Boy üstüne nasıl tortacaklar. Şuncha korp yasab berdik. Lampishkalarni elektr ustuvayimizı düzeltishtirib, xudo xolasa taxlab berdik. Hamma yanadi. Shunchaga yetib, xudo xolasa. Birinchi sistani aytadigan bo'lsak, 2025-yil 8-may ish jarayonimiz Xorazm viloyati Hazorasp tumani ishlab chiqamiz shunchaga yetib. Hozir boshqa xonalarni ko'rsatib beraman bitgan. Bu ikkinchi xonamiz. Bu ikkinchi xonamiz yana xudo xolasa. Shunchaga buni ham yonboshlarini korb yasab, led lampishkalar yanada yotib qo'yibmiz. Shunday deb o'rtaga bo'lgan masojni tortiladi. Shunchaga yana lampishkalarni hammalarini, elektr stollarni hammasini o'tishtirib berdik. Xudo xolasa bir yo'limiz tushsa, remontdan keyin şöyle bir hissiyat, bir acayip bo'lib chiqqanini ko'rsatamiz. Shunchaga tuzetdik buni xudo xolasa. Hozir 3-xonamizni ham ko'rsataman. Yana 3-xonamiz bu, xudo xolasa. Mana shu korb yasadik. Şimdi o'rtasidan nasojdan tortiladi buni ham. Hozir shunchaga yetib yana xizmatda bo'lsak qilaveramiz. Videolarimizni ko'rib davom ettiring. Sayın obunachilar, qilgan ishimizni ko'rsatdik. Ish qolmadi. Shunchaki ketib. Rasxodlarni hisoblamadik biz. Shuning uchun to'g'risi rasxodlarni aytib bilaman. 12 pachka reka ketganini bilaman. Gipsokardonimiz 33 tane bo'ldi. Pullarni hisoblamadik biz. Rasxodi gipsokardon rekalari pullarni hisoblamadik. Shunday xizmatlarni qilamiz. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar. Videolarimizning ko'rinishi ko'proq prosmotr, lekin obuna bo'lish yo'q. Obuna bo'lib qo'ysanizlar kanalimizga, xudo xolasa shunchaki ustalar xizmatini ko'rib, narx-navolar bilan tanishib boraverasizlar. Shunchaki deb hamma ishlarni omad tilaymiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha deymiz.